Assalomu alaykum. Bugun amaliyot darsimning ikkinchi darsi. Bugun biz sizlar bilan while operatorini amaliyotda qo'llaymiz. Tasavvur qilaylik. Biz yoshlanmalar uchun maxsus kompyuter dasturini yaratmoqchimiz. Unga faqat ruxsati bor shaxslar kirish kerak. Buning uchun bizga to'g'ri parol kiritmaguncha to'xtamaydigan aqlli tizim kerak bo'ladi. Uni boshlaymiz. While siklining asosiy xususiyatlaridan foydalanamiz. Dastur foydalanuvchidan parol so'raydi. Agar parol xato bo'lsa, while sikli qaytadan parol so'rayveradi. Bu jarayon foydalanuvchi to'g'ridan-to'g'ri parol kiritmaguncha davom etadi. Bu xuddi telefoningiz blokirovka bo'lishiga o'xshaydi. Ya'ni to'g'ri parol kiritmaguncha telefonga kirgizmaydi. Xo'p, Pythonda kodini yozib olamiz. Tayyor qilib yozib oldim. Buni sizga analiz qilib beraman. Birinchi biz to'g'ri parolni kirita olamiz, ya'ni asosiy maxfiy parol nima? Buni kirita olamiz va kiritayotgan parol va foydalanuvchi kiritish uchun maxsus joy qoldiramiz, ya'ni kiritilayotgan parol bo'shliq qoldirilgan o'rtada bu yerga foydalanuvchi parolni kiritadi. Toki parollar mos kelmaguncha while buni qayta takrorlayveradi. Ya'ni while kiritayotgan parol maxfiy parolga teng bo'lsa, parol kiritish jarayonimizda to'g'riligini chiqarib beradi. Agar kiritayotgan parol maxfiy parolga teng bo'lmasa, xatolik bor va qaytadan urinib ko'ring deydi. Agarda parolimiz to'g'ri kelsa, xush kelibsiz, tizimga kirishingizga ruxsat berildi deb aytadi. Xo'p, keling buni tekshirib ko'ramiz. Sizlar bilan parolni kiritishimizni so'rayapti. Xohlagan sonimizni yozishimiz mumkin. Mana ko'rib turganingizdek, xato parol va qaytadan urining deyapti. Bu jarayon qachonki biz to'g'ri kod yozmagunimizcha davom etadi. Bizda to'g'ri parol o'zi nimadan iborat edi? Kelib ko'ramiz. Ya'ni katta harflar Navoiyning 2026. Mana xush kelibsiz, tizimga kirishingizga ruxsat berildi deb aytdi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha